Assalomu alaykum qarindoshlar. Men o'tganda sizlarga degandek, vatanimizning sharafli nomi Sharq Turkiston degan ism tushirilgan ba'zi xaritalar bordi. Men bu xaritalardan bir qancha nusxasini isbot qilib ko'rsatay. Diqqatinglarni sungaysizlar. Bu birinchi atlas Norvegiyada nashrdan chiqqan atlas ekan. Ishlaguvchisi Shvetsiyalik tarixchi o'xshaydi. 1984-yili birinchi qatimliq nashrdan chiqqan ekan. 7-chi qatimliq nashrsi 1995-yili. Bu oldi keyin 7 qatimliq nashrdan chiqqan, balkim buningdan jiq chiqqan bo'lishi mumkin. Men bir norveж do'stimninki uyida bu xaritani, atlasni ko'rib, ondan so'rab oldim. Endi bu xaritaninki atlasning 26-betiga ko'z tashlasak, 26-betida mana bu betda vatanimizning muqaddas ismi Sharq Turkiston degan ism yozilmoqda. O'sti Turkiston degan ism. Agarchi Xitoy o'zininki atalg'isini qo'yib qo'ygan yerlari bo'lsa-mu, ammo bizning muqaddas vatanimizning sharafli ismi ko'rinib turmoqda. Bu bir isbot. Bundan boshqa mana xaritaga qarasak, bu xarita Italiyada nashrdan chiqqan xarita ekan. Bu xaritaninki bu qismiga, ya'ni bizning tuproqimizning o'rnini qarasak, garchi Xitoyninki Xinjiang degan atalmish yangi territoriya degan ismi tushirilgan bo'lsa-mu, bizning Uyg'ur degan ismimiz bilan Turkiston Orienti degan sharqiy degan gap. Har qaysi shaharlarimizning ismlari territoriya tuproq doiralarimizdan tortib o'z asli nusxasi bilan saqlanmoqda. Endi bu xaritaninki ishlangan o'rni va nashrga sungan o'rin qaray diqqatimizga sunsak, Istituto Geografico de Agustin deydi. Bu Novara degan yerdiki, Italiyaning Novara degan shaharda. Uchinchi bir atlas, The New Atlas of the World History deb John Haywood degan kishi kim? Buningga ko'zimizni sunaylik. John Haywood degan kishi Angliyalik tarixchi ekan. Bu Angliyalik tarixchi kishi bu tarixi burungi zamon tarixidan tortib yaqingi zamon tarixini qisqa rasmlik ifodalash bilan bu xaritani ishlab chiqibdi. Endi shu xaritaninki monobetiga ko'z sunsak, 45-yildagi betiga ko'z sunsak, bizning muqaddas Sharq Turkiston Jamhuriyatimizning ismi tushirilgan va shu jamhuriyatning qurilgan vaqtidagi territoriya doirasidan tortib isbot tushirilgan. Buni hech qaysimiz bir shaxsiy o'z oldimizga sizib olganimiz yo'q. Mana shu isbotlar orqali aytmoqchi bo'lganim, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar kutubxonalarga, tarixiy xotirlar saqlangan manbalarga kirib, Sharq Turkiston degan muqaddas ismi saqlangan isbotlarning hammini tepib chiqib, agar qudratimiz, sharoitimiz yetganda, ma'lum geopolitik tarafdan iqtidori bor advokatlarga iltimos sunib va advokatlarga haq to'lab, o'zimizning Sharq Turkiston degan muqaddas ismimiz, vatanimizning Sharq Turkiston degan muqaddas sharafli ismi tushirilgan xaritaning dunyo xarita yuziga qaytadan yezilib, qaytadan besilib chiqishiga turklik rollarni va iltimoslarimizni sunsak deb oxirlashtirma so'zimni. Diqqatingizga rahmat.